gonorar beraman, chiq Bobur desa, men shunday chiqaman. Shunday o'ylab o'tdim, shunday chiqaman. Edil bilan chiqasanmi? Bobur paloncha pistoncha meni qoniqtiradigan, men shunday Edildaqa mana urovendagi ximiya qilingan steroidni monster bilan chiq Bobur. Gani bilaman, men uni charchat olmayman. Bilaman, unga udar o'tmaydi, chunki steroid zo'r uradi. Kurashda kuchim yetmasligi mumkin. Luboy tarafdan hozir Edil ustim bo'lib turganini bilsam ham, meni bitta imkoniyatim bor. Shu travma berib yo nokaut qilish imkoniyatim bor. Bo'ldi, boshqa yoki balovoyga tushirib qo'yish imkoniyatim bor. Buni bilaman. Bilib turibman. Chiq. Puling, men shuncha pul beraman. Men bunday qarayman, qoniqtiraman. Qarayman, orqamga qarayman. Bolalarim bor, uy qurishim kerak, mashina olishim kerak. Bu pul menga kerak. Bo'ldi, chiqaman deyman. Chiqdim, urushdim. Yutsam yutdim, yutqizsam yutqizdim. Pulimni olaman. Bo'ldi. Nima muammo? Sizlar bu yerda nima muammo ko'ryapsizlar? Qayana bu yerda duh yetmaslik?